Assalomu alaykum. Bugun shifoxonada yotgan bemorlar uchun mehnatga layoqatsizlik varaqasini ochilishini ko'rib chiqamiz. Demak, tizimga kirganimizda chap tomonda boshqaruv paneli bor. Bu boshqaruv panelidan kasalxona qismiga tushiriladi. Kasalxona qismida bemorlar ro'yxati shakllangan bo'ladi. Bemorlar ro'yxatida kerakli bemor topib olish uchun o'sha bemorni shifokor nomi shu xodim degan joyga yoziladi. Masalan, Sharipov Qudratvik Safarovich. Ushbu bemorni kasallik tarixi bu. Kasallik tarixi mana sarlavha sahifasi 003 tibbiy hujjat. Bu kasallik tarixi. Xo'p, bu yerda hujjat qismi bor. Hujjatga bosiladi. Hujjat qismi eng pastida mehnatga layoqatsizlik varaqasi. Xo'p, tanlandi. Hujjat yaratish. Hujjat yaratish mehnatga layoqatsizlik varaqasida qizil yulduzcha bilan majburiy maydonlar belgilangan. Kasallik, mehnatga layoqatsizlik sabab kasallik, davolash turi statsionar, dastlabki tashxis E11 3. Ochilish sanasi 30, yopilish sanasi 5 yil. Bo'lim boshlig'i Rahimov Jo'sh. Bemorning ochiq kasallik varaqasi mavjud. Ya'ni ochiq kasallik varaqasi mavjud bo'ladigan bo'lsa, shunaqa yozuv chiqadi. Hop, tibbiy kartaga kiramiz. Tibbiy kartada hujjatlarga kiramiz. Hujjatlarda bemor hozirgi vaqtdagi kasallik varaqasini ko'rish mumkin. Hozirgi vaqtda kasallik varaqasi 30-chisiada Urganch tuman ko'p tarmoqli poliklinikasida ochilgan. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.